Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, vatandoshlar. Sapo studiyasi orqali siz bilan yana bir bor ijtimoiy tarmoqlarda diydor uchrashib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Yurtimiz yangiliklari bilan tanishtirib borishda davom qilamiz. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida O'zbekiston fuqarolarining malakali tibbiy xizmatlardan foydalanish huquqlari belgilab qo'yilgan. Demak, siz malakali tibbiy xizmatlardan foydalanish uchun uzoqlarga yugur qilishlarga endi hojat yo'q. Sababi Go'zal To'rtko'l tumanimizdagi eng bir ajoyib tadbirkorlar Amannazarovlar tashabbusi bilan To'rtko'l tumanida eng oxirgi zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan Dunyo Med klinikasi qurib bitkazilib, xalq xizmatiga topshirildi. Dunyo Med klinikasi To'rtko'l tumanidagi Nurota mahalla yig'ini hududida oldingi Maksim Gorkiy kolxozi hududida joylashgan. Keling aziz yurtdoshlar, sizga yanada aniqroq ma'lumot berish uchun Dunyo Med klinikasining ichki tomoniga kirib, qulayliklar bilan yana bir bor tanishib chiqamiz. Mana siz bilan birgalikda Dunyo Med klinikasi ichki tomoni bilan tanishyapmiz, ko'ryapmiz. Ajoyib, eng oxirgi zamonaviy texnologiyalar bilan, eng oxirgi qulayliklar bilan jihozlangan. Dunyo Med klinikasining ichki tomondagi qulayliklar bilan, eng oxirgi zamonaviy jihozlar bilan jihozlangan xonalarni kuzatar ekanmiz. Bizga eng quvonarlisi, mana yurtdoshlarimiz, ayniqsa yosh ulug' insonlar sanatoriyalarga dam olishga borish imkoniyati yo'q bo'lganda ozgina ko'ngil xiralik, xafagarchilik bo'ladi. Endi unga hojat yo'q. Siz albatta malakali tibbiy xizmatlar bilan birgalikda Dunyo Med klinikasida tashkil qilingan fizioterapiya xizmatlaridan bemalol kelib foydalanishingiz mumkin. Dunyo Med klinikasining tibbiy malakali xizmatlari siz uchun. Aziz yurtdoshlar, mana biz bilan birga guvoh bo'lyapsiz. Bu yerda eng oxirgi zamonaviy rentgen apparaturalari o'rnatilgan. Mana hozir siz biz bilan birga kuzatib turgan xonada tumanimizda mavjud bo'lmagan eng oxirgi zamonaviy texnologiyalardan Koreyadan keltirilgan UZI apparatlari ham o'rnatilgan. Mana hozir biz turgan xona ikkinchi qavatda joylashgan, Germaniyadan keltirilgan eng oxirgi zamonaviy tibbiy texnologiyalar bilan jihozlangan operatsiya xonasida davolanish xonalaridan biri. Bu yerda bemorlar uchun har xil ko'rinishga o'zgaradigan, moslashadigan mana eng oxirgi usuldagi karavotlar, mana yuqoriga pastga tushadigan qurilmalar bilan birgalikda yangi shkaflar, xolodilniklar va televizor. Eng asosiysi har bir davolanish xonasida alohida hojatxona, alohida yuvinish xonalari mavjud. 3-qavatda joylashgan tug'ruqxona tibbiy xizmatlari bilan ona va bola xonalari. Bu yerda ham hamma joydagidek har bir davolanish xonasida alohida zamonaviy jihozlar, mana shkaflar, xolodilnik, televizor, alohida yuvinish va hojatxonalar bilan jihozlangan. Tug'ruqxona bo'limida chaqaloqlar uchun eng malakali tibbiy xizmat ko'rsatadigan eng oxirgi zamonaviy texnologiyalar o'rnatilgan. Dunyo Med klinikasining har bir qavatida yo'laklarda alohida bemorlar ma'naviy dam oladigan joylar tashkillashtirilgan. Ko'rib havas qilyapmiz. Bu yerda dam olganingizda hattoki xastaligingizdan unutib qo'yadigan imkoniyatlar yaratilgan. Dunyo Med klinikasining yana bir qulayliklari 3-qavatga zinalarda chiqish shart emas, eng oxirgi zamonaviy liftlar o'rnatilgan. Biz Dunyo Med klinikasining tashkilotchilariga, Amannazarovlar sulolasiga o'z minnatdorchiligimizni izhor aylaymiz. Hali aytganimizdek, har bir O'zbekiston fuqarosining Konstitutsiyada belgilangan huquqi, ya'ni malakali tibbiy xizmatlardan foydalanish huquqi bor. Sizga mana shunday huquqlardan foydalanishingizda Dunyo Med klinikasi
hamisha xizmatingizda bo'ladi. Mana aziz yurtdoshlar, siz bilan birgalikda Dunyo Med klinikasining imkoniyatlari, sharoitlari bilan tanishib chiqdik. Sizdan bitta murojaatimiz bor. Mana shu bugungi sizga tavsiya qilayotgan videomizni imkon darajada kengroq tarqatib, yurtdoshlarimiz mana shu imkoniyatlardan xabardor bo'lishda yordam berishingizni so'raymiz. Sababi har bir fuqaro tibbiy malakali xizmatlardan foydalanish huquqiga ega. Sapo studiyasining doimiy kuzatuvchilariga omadlar, zafarlar tilab qolamiz va Dunyo Med klinikasining tibbiyot xodimlariga, tashkilotchilarga o'z minnatdorchiliklarimizni izhor etamiz.